Ada, Ha, qizim. men katta bo'lsam kim bo'laman? Katta bo'lsang-chi, qizim. Ha, Tasavvuringdagi istagan odam bo'lishing mumkin. Ki ko'zingni yumamiz. Qani endi aytchi, nimani ko'ryapsan? men maktabda hammani oldida gapiryapman. Keyin maktabni tugatyapman. Sizga o'xshab emoga o'qishga kiryapman. Bu yerda doktorlikni o'rganyapman. Hatto tish doktori ham bo'lish mumkin ekan. Yoki sizga o'xshab biznesmen bo'lishim mumkin. Hatto sport bilan shug'ullansam ham bo'lar ekan. Xo'p, keyinchi bularni hammasi o'xshamasa-chi? O'xshamasa yana harakat qilaveraman. Xo'p, keyinchi yemuni bitirganingdan keyin nima qilasan? Yemini bitirgandan keyin orzuyimdagi hamma narsani qilaman.